Assalomu alaykum, aziz, kuchli va go'zal ayollar. Bugun sizlar uchun chin yurakdan chiqqan bir suhbat tayyorladik. Albatta bu suhbat sizga ma'qul keladi deb o'ylayman. Hozir bitta tasavvur qiling. Orzungizdagi biznesni boshlamoqchisiz. Oradan 2 oy, 3 oy o'tib o'tmasdan Covid boshlandi va butun shahar yopildi. Uyingizda 4 farzand bilan oldingizda zakaz qilgan 16 ta bokslar turibdi, tovarlar kelgan, lekin siz magaziningizni ochishga, savdo qilishga haqqingiz yo'q, ruxsat yo'q, Covid sababli. Bugungi mehmonim aynan shu holatni o'z boshidan o'tkazgan, bu sinovli davrdan o'tib, hozirga o'zini biznesini muvaffaqiyatli tarzda olib bormoqda. Bu ayolning hikoyasi sizga sabr, kuch va ishonch namunasi deb o'ylayman. Agar siz ham o'z orzularingiz sari qadam tashlamoqchi bo'lsangiz, bugungi podkast aynan siz uchun deb o'ylayman. Bruklinda 18-avenyuda Emir Palace to'g'risida joylashgan Luxury Style butikni asoschisi, 4 farzandni onasi, matonatli va sabrli bir ayol. Bu mehmonimiz Gulruh Majidova. Xush kelibsiz, Gulruh. Assalomu alaykum Nafis. Avvalambor taklif uchun rahmat. Inshaalloh bu suhbatimiz hamma uchun manfaatli bo'ladi deb umid qilaman. Inshaalloh. Bugun o'ylaymanki, biz nafaqat biznes haqida, balki onalik, vaqtni qanday boshqarish va albatta ayollar uchun motivatsiya qo'llab-quvvatlaydigan yaxshi suhbat bo'ladi deb o'ylayman. Albatta bizni hozir ekran orqasida ko'rib turib tinglayotgan barcha tinglovchilar choy yoki kofelaringizni olib, yaxshilab joylashib, bugungi qiziqarli suhbatni albatta eshiting. Okey Gulruh, bugun albatta bizni tinglayotgan juda ham ko'p ayollar birinchidan o'zlarini bizneslari bor yoki biznes haqida o'ylab turibdilar, qanday qilishni va birinchi savoldan boshlamoqchiman. Qanday qilib siz shu biznesni boshlashga qaror qilgansiz? Nega aynan o'sha ayollarni butikini, nimaga boshqa biznes emas? Menimcha, men o'ylayman, bu bolaligimga borib taqaladi. Eslaymanda, hozir где-то 6-7 sinflarimda buvimnikiga borardik har shanba, yakshanba kunlari. Ular o'sha Siyob bozori oldida turishardi-da. O'sha vaqtlar agar ayollar eslashsa kerak, postkartlar bo'lardi. Такой Shohruxxonni rasmi, Rayhonni rasmi, kalendarlar, ularning rasmlari bilan o'shalarni men borib olib maktabga kelib sotardim-da. Menimcha, o'shandan menga qolgan olib sotishlik. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Nega aynan ayollar kiyimi deb so'raganingizga, 2012-yil turmushga chiqqan bo'lsam, bilasiz, to'y hashamlar bizada ko'p, tim более Bruklinda. Ko'ylaklarni zakaz bu yerda bunaqa magazinlar yo'q edi, unchalik ko'p emasdi. Samarqanddan zakaz qilardim, to kelgunicha или же vaqt o'tgan, или же razmer неправильно, to'g'ri kelmagan vaqtlar juda ham ko'p bo'lardi. O'sha uchun men keyin davay men shu yo'nalishda boshladim, keyin boshimga nima signal kelganda, o'shandan keyin men shu biznesni boshlashga qaror qilganman. Bu 2013-yilning gaplari. Vau, Gulruh, biznes hikoyangiz vashshi juda ham qiziqarli boshlangan ekan. Navbatdagi savolni bermoqchi edim. Biznesingizni boshlaganingizda ilk birinchi qadam nima bo'lgan? Birinchi biznesimni boshlaganim где-то 2015-yil boshlarida boshlaganman. U vaqtda katta o'g'lim 2 yoshda edi, uydan boshlaganman. Endi bolaga qarash, parallelni men shu biznesni boshlaganman. Keyinchalik уже o'zimni sodiq klientlarimni to'plab, klient bazam katta bo'lgandan keyin 2019-yil oxirlarida magazin ochishga уже qaror qilganman. Xo'jayinimlarni
поддержкалari rosayam katta. И 2019-yil noyabr oyida magazinimizni ochdik. O'sha hamma biladigan Bruklindagi 18-avenue Emir palasi to'g'risida yaxshi lokatsiyada magazin ochganmiz. Wow, mashallah Gulruh. Bu juda ham zo'r stories aytib berdingiz. Keyingi juda ham muhim bir savol bu siz uchun eng katta qiyinchilik nima bo'lgan? Shuni aytib bering. Aytib o'tganimdek, biz magazinni 2019-yil noyabrida ochgan bo'lsak, yangi yil oldi dekabr, yanvar rosayam zo'r savdo qilganmiz. Va o'sha mashhur, hammaga ma'lum COVID-19 chiqib kelgan pandemiya vaqtiga hamma magazinlar yopildi. Bizayam o'shalar qatorida fevral oyida просто так yopildik. O'sha fevral boshida man 16 korobkali tovar zakaz qilganman. Endi mart oyiga tayyorgarlik ko'ribdi. Endi bahor kelyapti, o'sha uchun bahorgi mavsumgi ko'ylaklar hamma narsani zakaz qilganman. 16 korobkali narsa просто так qolib ketdi-da. O'sha boshidagi katta udar, menimcha men shu deb o'ylayman. Biz 4 oy o'sha yopiq magazin uchun просто так rent to'laganmiz. Judayam katta depressiyaga tushganman. O yerda 4 oylik to'lov, bu yerda 16 korobka yangi tovarlar, rosayam depressiyaga tushib, bankrotство e'lon qilsammikan deb shunaqa xayollar rosayam kelgan. Endi yangi biznes endi kirib kelyapsiz-da, taqqa etib Covid hamma narsalar cancel bo'lgan. O'sha vaqt rosayam qiyin vaqt bo'lgan menga, lekin alhamdulillah xo'jayinimlar yonimda turib, поддержка qilib, "Sen epla olasan" deganlar uchun men yana o'sha o'rnimdan turib, dalshi ishlab ketganman. 4 oydan keyin уже soatga soat 10, ertalabki 10 dan 4 gacha ishlashinglar mumkin. 6 fit distansiya bilan ishlash mumkin degandan keyin уже asta-asta ishlashni boshlaganman. Lekin 4 oy o'tgandan keyin o'sha 16 ta korobka bahorgi narsalar, mavsumgi narsalar ham уже srok o'tdi. Уже iyul, jazirama issiq, nima qilishni bilmayman. O'shanda только tovari tan narxi plus za kilogramm qilib просто так bo'shatish uchun magazinni просто так sotganman. 1 tiyin foyda qilmaganmiz. Plus shuncha rent to'laganmiz. Men uchun boshida eng katta qiyinchilik men shu deb o'ylayman. Keyin уже odam asta-asta vaqt o'tib, tajribasi oshib, keyin уже asta-asta o'ziga qanaqadir immunitet paydo bo'ladi. O'shanga menimcha yana boshqa qiyinchiliklar bu to'g'ri hamkor tanlashda deb o'ylayman. O'sha tovarlarni olib kelish uchun o'tda bironta odamingiz bo'lishi kerak. To'g'ri hamkor tanlashda va bu yerda magazinga o'tiradigan o'sha ishchimni yaxshi, muomalasi yaxshi, odamlarni tushuna oladigan ishchi tanlashda men shular qanaqadir problema tug'dirgan menga desam bo'ladi. Tak boshqalari уже со временем vaqt o'tib уже odamda tajriba oshadi. O'sha aytganimdek immunitet paydo bo'ladi. Menimcha boshqa qiyinchilik bo'lmasa kerak. Men shular deb o'ylayman. Wow, Gulruh, sizni ko'rib men o'zimga yana kuch paydo bo'lyapti. Sizni kuchingizni ko'rib, men o'ylaymanki, bunaqa juda ham katta qiyinchilikdan o'tgan bo'lsangiz, yana o'zingizga ishonchingiz, o'zingizga Albatta. respektingiz, hurmatingiz juda ham katta bo'ladi. Buni yengish oson bo'lmagan, ko'rib turibman. Bunaqa kuchli ayol bilan intervyu qilganimdan juda ham xursandman. Endi keyingi savolga o'tamiz. Bu albatta endi biznes boshlayotgan ayollar ko'p beradigan savol. Endi biznes boshlamoqchi bo'lgan ayollar uchun 3 ta eng yaxshi maslahatlar berib o'ting. Eng birinchi va muhim tavsiyam, meni fikrimcha, bu gapirish madaniyati. Xoh magaziningiz bo'lsin, xoh biron qanaqa siz servis ko'rsatyapsiz, birinchi o'rinda sizni gapirish madaniyatingiz, tilingiz shirin bo'lishi kerak.
ming o'sha tovaringiz zo'r bo'lsa, ming o'sha ko'rsatayotgan servisingiz zo'r bo'lsa, lekin gapirish madaniyati bo'lmasa, shuncha qilgan ishingiz ravno nolga teng. Nimaga men bunaqa deyapman? O'zim bilan bo'lib o'tgan bitta hikoyani aytib o'tmoqchiman. Где-то yarim yillar oldin ikkita opa singil kelyaptilar-da magazinga, и singillari menga через onlayn mana bularni olib qo'ying, kechroqqa borib kiyib ko'raman deganlarga, xo'p, mayli deb atloshka qilganmiz-da. Keyin opalari bilan kelyaptilar. O'sha atloshka qilgan narsalarni yana bir marta kiyib ko'rib, yana nimalarni oldilar. И plus o'sha vaqtda qanaqadir menimcha bayram или o'sha opalarini tug'ilgan kunlari kelyaptimi? Aytyaptilar-da, "Opa, tanlang, mana buni ko'ring, uni ko'ring" deb. Opalar tanladilar. И keyin kassaga kelyaptilar-da, to'lamoqchilar. И o'sha yerda mana bu buncha narx, bu buncha narx deb u kishiga aytyapman. Endi opalar aytyaptilar, "Voy, sen jinnimisan? Bu narsa $120 вообще arzimaydi. Kачествосini qara" deyaptilar-da. Bunaqa pastdan emas. Endi men eshityapman-da o'sha gapni. To'g'ri, ha. Boshida hay mayli deb anavi qilmadim. Keyin yana aytyaptilar-da, "Yo'q, kerak emas menga. Bu arzimaydi bunaqa narxiga" deyaptilar. Keyin men aytdim, "Opajon, mayli, agar kiygingiz kelmasa, sizga ma'qul bo'lmasa, mayli men minus qilaman. Lekin biza bu firma bilan 5 yildan beri ishlaymiz. O'zimiz kiyamiz. Landriga ham, sushkaga ham hech narsa bo'lmaydi. Kачествосiga 100% men sizga garantiya beraman. Lekin mayli ham shunga ko'nglingiz bo'lmayotgan bo'lsa, mayli olmang" deb men u kishiga chiroyli qilib tushuntirganman, lekin o'zimni ichimda yonyapman-da. Keyin aytyapman, shunaqa tushuntiryapman chiroyli qilib. Ha, mayli dedilar-da, o'sha singillari to'lab chiqib ketdilar. Hozir ishonmaysiz, aytsam, hozirgi kunda eng sodiq klientlarimdan bittasi deb ayta olaman o'sha opalarini. Ha, O'tsa ham kirarlar magazinga, bu yerda o'tsa ham kirarlar magazinga, o'zlariga, qizlarini uzatdilar. И полностью sarpani qizlariga, o'sha qudalariga bizdan qildilar. O'shanga aytmoqchimanki, agar birinchi marta kelganlarida o'shanaqa menga qo'pol gapirgan vaqtlarida men, bo'ldi opa, chiqib keting. Yoqmayaptimi, olmang" deb agar men bunaqa yomon gapirsam, u kishi chiqib ketardi-da. Men bunaqa men bilan hozirgi kunda shunaqa sodiq klientimdan ayrilib qolardim. O'sha uchun nima demoqchiman, qizlar, 90% sotishlaringizni kafolati bu gapirish madaniyati. Nima bo'lganda ham aytadi-yu, klient всегда прав. O'sha uchun любой situatsiyadan yaxshi til bilan, yaxshi muomala bilan chiqib ketish mumkin. Birinchi eng muhim maslahatim mana shu birinchisi gapirish madaniyati. Vau, Gulruh, вообще zo'r maslahat, zo'r tushuntirib berdingiz. Men o'ylaymanki, hamma bundan yaxshi saboq oladi deb. Bunaqa situatsiyalar основной servis joylarda ham ko'p bo'ladi. Bunga juda ham matonatli bo'lib, sabrli bo'lib, Sabr mana bilan. miyani ishlatib, til bilan yaxshi muomala qilish juda ham Albatta. zarur. Ikkinchi tavsiyam bu to'g'ri ishchi tanlash. Например, xoh magazin sohasi bo'lsin, xoh salon sohasi bo'lsin, любой sferada odam o'ziga to'g'ri ishchi tanlay olishi kerak. И, например, menga qizlar kelishadi, yosh qizlar, ularda ishlash tajribasi yo'q. Nima qilamiz o'sha vaqtda? O'sha vaqtda полностью ularga tushuntirish kerak. Qanaqa klient bilan muomala qilish kerak, qanaqa situatsiyalarda nimalar deb javob berish kerak. Mana shu narsani etapma-etap ularga o'rgatib, bitta boshida yaxshi trening qilib olsangiz, o'sha sotuvchingiz sizni aksingiz bo'ladi. Siz qanaqa ularga o'rgatdingiz, ular siz bo'lmaganda ham siz o'rgatgan narsalarni, siz o'rgatgan strategiya bo'yicha klient bilan ishlashadi. O'sha uchun ikkinchi eng muhim tavsiya mana shu yaxshi xodim tanlash va ularga boshidan hamma narsani po planu to'g'ri o'rgatish deb o'ylayman. Hozir mana shu yerda yana bitta kichkina savol bermoqchi edim. Siz hozirgacha ana shu 6 yildan beri nechta ishchi olib, nechta o'sha fire and hire qilgansiz? So'roq.
6 yil ichida 3 ta kishi ishlagan. Bittalari почти 2 yil ishlaganlar и keyin dokumentlari chiqib и boshqa sohaga o'tib ketganlar. Undan keyin qizlar kelishadi-da, men ularga bor energiyam, bor informatsiyamni beraman-da. Ular ishlashadi, keyin to'y bo'lib ketishadi-da. Shunaqa bir tarafdan xafa bo'laman и bir tarafdan xursand bo'laman. Конечно же, menda ishlagan hamma qizlar hammaligini отдельно o'rinlari bor. Hammasi yaxshi ishlaydigan qizlar bo'lgan. И hozirda o'zimni qaynopam bilan birga ishlaymiz. O'sha общий qaynopam bilan 3 kishi menda ishlagan. Mashalloh. Buni aytayotgan savolimni sababi shunchaki siz bitta ishchini olib bu maslahatni bermayapsiz-da. Siz уже 3 ta 4 ta уже ishchi olib, Albatta. ular bilan уже eksperiensingiz bor va albatta o'ylaymanki, boshqa ayollar uchun bu juda ham zo'r tushunarli maslahatlar beryapsiz. Sizni eksperiensingiz bor. Rahmat bu maslahatlar uchun. 3-chi tavsiyam qizlar bu ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'linglar. Hozir texnologiya davri, hozir ijtimoiy tarmoqlar rosa rivojlangan vaqtda yashayapmiz-da. O'sha uchun xoh Telegram kanalingiz bo'lsin, xoh Instagramingiz, TikTok, любой qanaqa gruppangiz bo'lsa, o'shalarni maksimal darajada klientni jalb qiladigan vizualniy, estetichni qilishingiz kerak. Tasavvur qiling, o'sha klient sizni sahifangizga kiryapti-da, o'sha Telegram, Instagram sahifasiga kiryapti и o'tda rasmlar, videolar, hamma narsalar pala-partish bo'lsa, chiqib ketadi-da. Bu как бы uyingizga mehmon keldi-da и ko'ryapti, chiqib ketyapti. O'shanga o'xshaydi. Agar hamma narsangiz chotka, joy-joyida bo'lsin, o'sha boshida yozgan gaplaringiz korotko и ясно bo'lsa, ular ko'radi-da, o'sha berayotgan servisingiz, sotayotgan narsangizni, hamma narsani bunaqa ko'rib, ichidan albatta bitta narsaga yuragi jiz etib, siz bilan o'sha perepiskani уже boshlaydi. Hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoqlarni yurg'izish asosiy kuch deb o'ylayman. O'sha biznesingizni rivojlanishi uchun eng katta kalit deb o'ylayman. Albatta bu juda ham zo'r maslahat, Gulruh. Albatta bu именно shu temaga ozgina to'xtalib o'tmoqchi edim. Men bilamanki, ba'zilarni uydan sotayotgan ayollar yoki servis uydan berayotgan ayollar ishlari zo'r, chiroyli ishlari, lekin kamerani olib, yaxshi videolar yoki rasmlarga chiroyli qilib qo'yishmaydi. Shunchaki ozginagina xira filtrlar bilan qo'yishadi. Men aytmoqchi edimki, ko'rayotgan ayollarga Instagram bu faqat chiroyli rasmlarni yaxshi ko'radi. U yerda odamlar chiroyli rasmlarni ko'rish uchun, chiroyli narsalarni ko'rish uchun Instagramda hamma vaqt turishadi. Agar siz u yerga anaqa xira rasmlar yoki xira videolar, kачествоsi past yoki nimani ko'rsatayotganingizni chiroyli agar tushuntirib video qilib bermasangiz agar, rasm qilib, klientlar hech qachon follow qilishmaydi. Bu Albatta. sizni pejingiz men juda ham respekt qilaman. Sizni Instagram pejingiz juda ham chiroyli, rasmlar chotki. Shuning uchun odamlar follow qilib, shuning uchun klientlar turishadi. Hozir 2025-yil hech kim menimcha Instagram, Telegramsiz biznesi katta bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu hozir juda ham eng zo'r marketing va customerlarni jalb qilishni eng shu o'rinda aytib o'tmoqchiman-da, ba'zilar bunaqa narsalar unchalik tushunishmaydi. Men aytmoqchiman, kurs olinglar qizlar, o'z ustinglarda ishlanglar. Например, o'sha mobilografiya, videolarni qanaqa olish, qanaqa montaj qilish kurslar rosa ham ko'p. $10 ga ham, $20 ga ham хотя бы такой kurslar olib o'rgansanglar, kачествоyingiz уже yaxshi bo'lsa, уже o'zlaringiz ko'rasizlar, qanaqa natijalar, qanaqa reaksiyalar уже o'zgaradi. Уже asta odam o'sib boradi, lekin o'sha o'sish uchun odam baribir ham o'ziga investitsiya qilishi kerak va o'z ustida ishlashi kerak deb o'ylayman.
Juda ham zo'r mavzuni gapirdingiz. Albatta har bitta ayolga buni maslahat berardim men ham. Albatta, O'zlariga investitsiya qilishlari kerak. Bu juda ham. albatta. Agar bizneslarini katta qilmoqchi bo'lsa, bizneslarini серьезный kelajagini уже bor qilmoqchi bo'lsalar agar, albatta hozir o'zlariga investitsiya qilishlari kerak. Oddiy shu kurslar ham juda zo'r effekt beradi. O'sha Albatta, 10% har kuni 10% o'zlari uchun ishlashlari kerak. O'zlarini albatta. past taraflarini yaxshiroq qilish kerak har bitta biznes ayollar deb o'ylayman. Ana endi eng zo'r menga qiziqarli savol bu hozir siz biznes va shaxsiy hayotingizni основной ayniqsa onalik bilan qanday bu hayotni balans qilyapsiz? Qanday balansda ushlayapsiz? Men o'ylaymanki, hech kimda bunaqa mukammal bir jadval, mukammal bir balans bo'lmasa kerak. No, baribir ham odam o'ziga qanaqadir oldiga maqsadlar qo'ysa, men bu kuni buni qilaman, bu kuni buni qilaman. Ishingiz ham tezroq ketadi ham o'zingizga qanaqadir самоуверенность oshadi. Oy, men shuni qildim. O'z vaqtida qildim. Например, o'zim misolimda aytsam, seshanba, payshanba, shanba kunlari men Pilaresga ketaman. Mana bugun ham ertalab как по плану 10 da bordim, 11 ga qaytib keldim. Mana siz bilan endi suhbat qilyapmiz. Lekin baribir ham o'zinglarga qizlar qanaqadir отметочка, qanaqadir nimalar yozib qo'yinglar. Odam o'sha qo'ygan maqsadini qilsa, птичка qanaqadir уже rivojlanasiz. Yana boshqa niyatlarni, maqsadlarni oldingizga qo'yib, o'sha narsalarga asta-asta odam qanaqadir 100% bo'lmasa ham, хотя бы 60-70% o'zingizni jadvalga solishga harakat qilishingiz kerak. O'sha vaqtda bolalarga ham vaqt ajratasiz, o'sha vaqtda vaqtingiz ham unumli o'tadi va samarali o'tadi deb o'ylayman. Bu juda ham yaxshi tema deb o'ylayman. Birinchi bergan maslahatingiz juda ham zo'r, juda ham ko'p ayollar hayotni perfect balance bo'lishini xohlaydi-da. Yo'q, qizlar, hech kimda bunaqa 100% zo'r hayot yo'q. Qizlar bunaqa plan, например, bugun plan qilasizda, ertaga Alloh biladi, например, bolangiz kasal bo'lib qoladi, yoki o'zingiz kasal bo'lib qolasiz. Lekin bu degani ham полностью plansiz yur degani ham emasda. Odam qanaqadir boshidan boshlash kerak. Хотя бы 20%, хотя бы 30% plan, keyin ko'rasiz, qanaqa kuningiz samarali o'tishda, keyin уже katta nima borligini tushunasiz. Hozir ana shu temada bitta gapni, juda ham important gapni aytmoqchi edim. Menimcha ana shu bittagina tochkada hozir biznes ayol bilan, o'zini biznesi bor ayol bilan, lekin uyda o'tirib hali bitta maqsadini qila olmayotgan, harakat qilmayotgan ayolni farqi planda deb o'ylayman. Mana shunaqa biznes Albatta. ayollar, bizga o'xshagan hali juda ham ko'p ayollarni intervyu qilaman. Bu ayollarni aniq bilaman, hammalarini o'zlarini o'sha kalendari bor, o'sha planlari bor, ularni bir Albatta. oylik o'sha planlari bor. Agar siz ham rivojlanmoqchi bo'lsangiz, albatta shu strategiyani Albatta. qo'llab-quvvatlang. Agar maqsadingizga erisha olmayotgan bo'lsangiz, aytayotgan narsalarni qilmayotgan bo'lsangiz agar, sizga prosta plan kerak. Men Albatta. dushanba kuni mana shuni qilaman deb kalendarga qo'yib, o'sha kuni qilishingiz kerak. Faqat bitta farqi ana shunda deb o'ylayman. Keyingi savol, men o'ylaymanki, har bitta biznes ayolda bunaqa vaqt bo'ladi. Gulruh, masalan, o'zingiz charchagan vaqtda, ba'zida bo'ladi, ishonchingiz o'zingizga kamroq bo'ladi. Ana shunaqa vaqtlarda siz nima qilasiz? Qanday chiqib ketasiz? O'ylaymanki, bunaqa holatlar hammada kuzatiladi. Shu qatorida menda ham ba'zida shunaqa tushkunlik, ishonchsizlik holatlar bo'ladi. Men o'ylaymanki, bunaqa vaqtlarda bizani boshimizdagi o'sha nima deydi, holatimiz, o'sha vaqtdagi uстановkamizga bog'liq deb o'ylayman va o'sha vaqtlarda men faqat va faqat meni qutqaradigan narsa bu meni
zikrlarim va namozlarim deb o'ylayman. Masalan, xuddi biza zallarga boramiz, jimlarga boramiz, чтобы sog'lom bo'lishimiz uchun, mashqlar uchun xuddi shunga o'xshagan bizani miyamizga ham shunaqa mashqlar kerak. Bu mashqlar только mana shu zikrlar, qilayotgan namozlarimiz mana shular deb o'ylayman. И o'shandan keyin yana o'zimni qo'lga olib, yana дальше ketishga harakat qilaman. Nima ish qilishimizdan qat'iy nazar, например, bolaga qaryapmizami, pastda yuvyapmizami, zikrda bo'lishimiz kerak. Qizlar zikr uchun, например, tahorat kerak emas. O'sha uchun a, doim zikrda bo'ling, doim faqat Allohdan so'rash kerak o'sha Alloh hammasiga yordam beradi. Juda ham gapingizga qo'shilaman. Juda ham yaxshi maslahat. Albatta, prosta alhamdulillah deb bir marta o'zi aytsangizga shunda ichingizda Mhm, уже sokinlik shunday paydo bo'ladida. mhm. U albatta maslahat berardim har bitta ayollarga shunaqa vaqtlarda albatta zikrlaringizni ko'proq qiling Albatta. deb. Ya. Mhm. Hozirgi beradigan savolim, o'z biznesingizni yuritishda, hayotingizda shaxs sifatida sizga ta'sir qilganmi? Albatta. Birinchi o'rinda o'sha grafika plan bilan ishlashni o'rganganman. Va ikkinchisi menimcha bu odamlar bilan muloqot, как уже like psixologdek bo'lib qolasizda, уже, например, любой situatsiyada o'sha odamni tushunishga, o'sha odam bilan til topishga harakat qilasiz. Eng o'sha katta mani o'zgartirgan narsa mana shu plan bilan ishlash. Wow, zo'r Mhm, maslahatlar. Endi podkastimizni eng qiziqarli joyiga keldik. Hozir men sizga Gulruh mhm. tezkor savollar beraman. Siz Aha, tez javob berishingiz kerak. O'ylab хорошо. o'tirmasdan. Xo'p, Хорошо, harakat birinchi qilaman. savolim, kofe yoki choy? Kofe. Oh, okey. Tongda erta turishmi yoki kechroq uxlashmi? Endi смотря qanaqa kunda. Например, juma kuni bo'lsa kechroq yotaman. Nima deganda, shanba kuni bolalar maktabga chiqishmaydi. Bolaga ham, o'zimga ham qanaqadir ozgina erkatoylik qilamiz. Kechroq turamiz. Yep, yep. Uchinchi savol, shahar hayotini yaxshi ko'rasizmi yoki tabiat bag'rimi? В данный момент tabiat bo'lsa kerak. Miya dam oladi. Yeah. Onlayn shoppingmi yoki do'konga borib olishmi? Настроениyaga qarab. Lekin ko'proq onlayn shopping qilaman. Okay. Hozir manimcha hamma o'zi onlayn shopping qilyapti. Да. Juda Только populyarda. return uchun magazinga borasiz, или o'shani ham returnni ham onlayn nima UPSdan qilib yuborasiz. Borish shart Yeah. emas. Yeah. Instagram yoki Telegram? Albatta Instagram. Yeah. Yana ozgina uzunroq savollar hozir Mhm. bo'ladi. Sizni birinchi bo'lib kuldiradigan narsa nima? Ko'p narsaga kulaman. Va o'zi kulishni rosa yaxshi ko'raman. Mashaalloh, mashaalloh. Bolaligingizdagi orzungiz, orzu kasbingiz nima edi? Bolalikdagi orzumdagi kasb bu jurnalistika bo'lish. Soatlab oyna oldiga turib, o'zimga qarab gapirardim. O'sha Wow. da jurnalistika bo'lish orzum Вообще bo'lgan. hozirgi sohangiz вообще undan вообще boshqa tarafda. Boshqacharoq, lekin qanaqadir ba'zi Connection'ı partlari bor. o'xshab ketadi. Live qilaman. Например, Instagram live gapiraman. Как jurnalistikaga o'xshab, lekin bolalikdagi orzum jurnalistka bo'lish edi. Mashaalloh. Mashaalloh. Qaysi taomni hech qachon rad etolmaysiz? Ovqat Which one? tanlamayman. Ovqat tanlamayman. Yeyveraman. Tayyor bo'lsa bo'ldi, yeyveraman. Wow, zo'r. Keyingi savol, bo'sh Mhm. vaqtingiz bo'lsa nima qilishni yoqtirasiz? Bo'sh vaqtimda в основном bolalar bilan vaqt o'tkazishni, tabiat bag'rlariga tomoshaga chiqishni ko'proq tanlayman. Okay, oxirgi savolimiz. Mhm. Odamlar siz haqingizda bilmaydigan bitta narsani ayting. Rosayam yig'loqman. Bitta gap bilan kuldirish mumkin, bironta gap bilan rosa yig'latish mumkin. Yig'loqman, lekin
Ha, ko'rsatmayman bu taraflarimni, lekin ichimdagi kichkina bolacha shunaqa yig'loqi. Va intervyuni oxiriga kelib qoldik. Intervyuni yopishdan oldin oxirgi savolni bermoqchi edim. Mhm, Agar bironta ayol hozir uydan o'tirib, istagi boru, lekin mhm. o'zini tayyor deb hisoblamasa, o'shanga nima deya olardingiz? Birinchi o'rinda Allohga tavakkal qiling. Ikkinchisi bu albatta ishonch, o'zingizga bo'lgan ishonch va uchinchisi o'z ustingizda ishlang. O'zingizga investitsiya kiriting, o'zingizni bilimlaringizni oshiring. Vau, Gulruh, juda ham zo'r maslahat bo'ldi. Agar kimdir sizni topmoqchi bo'lsa, sizni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsa, qayerdan sizga murojaat qilishlari mumkin? Instagram sahifangiz yoki Telegram guruhingiz? Mening Instagram sahifam Luxury Style Inc. O'sha Instagram sahifamda hamma Telegram, telefon nomerlarim hammasi prikrepit qilingan. O'sha yerdan topishinglar mumkin. Vaqtingizni ajratib, biz bilan chin yurakdan suhbat qilganingiz uchun juda ham kattakon chin dildan rahmat, Gulruh. Mhm. Albatta, bu suhbatimiz juda ham ko'pchilikka yordam bo'ladi deb o'ylayman Inshaalloh. va ishlaringizga omad. Yana bir marta rahmat sizga ham Nafisa. Birinchi ilk podkastga taklif qilganingiz uchun. Inshaalloh bunaqa podkastlar ko'p bo'ladi degan umiddaman. Rahmat. Inshaalloh. Rahmat. Rahmat.